Salam ekran aldırki qadrli dostlar. Tarım namaz programması arqılıq yeni sizlerden yüz görüşkənlikimdən tulum xoşalman. Mən proqramın riyasətçisi Güzade. Şinjan Könək Fən Texnik Çəklik şirkəti Körgü Media bilim tarqatqan Şinjan Saray Yemək İçmək Mülazimət Çəklik şirkəti tacadarlığındakı Tarım namaz programmasının bugünkü alaylı sanığa dostumuz Merdan Qavulunu təklif qıldıq. Merdan proqramımıza xoş gəlibsiz. Rəhmət. Salam ekran aldırki barcha aziz görünməllər, qarindaşlar, əmənlərə. Dostlar Merdan Qavuldan otluq salamlar olsun. Ondaq bolsa Merdan bilan tanışıb ötdük. Merdan'dakı naxışlardan ekran arqılı qanımız birlikdə huzur alaylı. Sakladım uzak, yüzüm taldı, gelmedin bırak. O salınga kıldın takaza, oturumda çektirip bırak. O salınga kıldın takaza, oturumda çektirip bırak. Ketken peti gelmedin dina, didarını minindin aya. Xiyalımdın çıkmadın asla, sığındırıp yürekni kıyna. Xiyalımdın çıkmadın asla, sığındırıp yürekni kıyna. Güzel günler buldu əslime, yürməkdi mən şu canı oyla. Güzel günler buldu əslime, yürməkdi mən şu canı oyla. Yürməkdi mən şu canı oyla. Merdan sizdeki nurgun nakışlarınızı, nurgun ekranlarda, sahnelarda gördük, anladık. Bugün şu sahnemiz arqalıq dostlarga özünüz doğrusu bir qısqa tushuncha berib o'tamiz. Bo'ldi. O'zimni qisqa tushuntirib o'tsam, shu san'at sohasiga nima sababdan kirib qoldim degan to'g'risida. Men kichigimda aqlimni bilsam, bizning oilada naqsh muzika, muqam, anandan keyin oilamizda har xil
çalgı asbaplar asosan to'liq keldik. Maktabda yana uyga kirsam cho'ng dadamning chog'ini ko'rdim. Ba'zi dadam chaldi. Meniki dadamning ochilari degandek nevra kukullarim asosan ashtaq chaldi keldik. Çalolmaydigan oz son egalardi endi. Shu kichigimdan shuni anglagan ekan shu yerda turib. Shu anglash jarayonida menga shu singib qolgan gap. Singib qolgan ekan. Men o'zimmi shuning barabar qiziqib qoldim. Alning qilganini ko'raverib. Taxminan 7-8 yosh vaqtlarimda tamburni dastlab qo'limga oldim. Tamburni qo'limga olib, tamburni o'zligimdan o'zim o'qimay qoldim. 1-2 yil jarayonida chelishni o'rganib oldim. O'rganib dadamga cheppadim. Ondan keyin maktabning sayonlarida cheppadim boshlang'ich. Yaxshi, shularning yaxshi bahosiga erishdim. Ondan keyin oilamdagilarning dadamning bo'libmi mush kasbda o'qitmay boshqa kasbda o'qitish sifatida meni. Masalan, o'qituvchilik deymiz, doktorlik deymiz, shu kasbda o'qitish orzusi bor ekan. Ammo meniki qiziqishim san'at o'qishga. To'liqsini bitiribman, zot o'qiyman deb dadamga shu taklif fikrini berdim. Dastlabda qo'shilmadi, undan keyin men zot o'qiyman deb kirishib turib olgan ekan, o'qisang o'qi deb Oqsuv maktabga keldi. Akagandan keyin meniki cho'ng dadamning orzusi men yaxshi kasbda o'qiyman deb bo'lgan. Ya tamburda o'qiyman, ikkisidan birisi o'qiyman deb bo'lgan. Cho'ng dadamning orzusi g'ejakchi bizning oilada bir g'ejakchi bosh bo'ldi deb, qachonda o'qish bo'ldi, bu sizmi yuqori, muzik sizmi yuqori buning. Ma'lum naqshlarni aytib berdi, muziklarni chep berdi. Shu g'ejakda o'qish bo'ldi bu deb cho'ng dadam shu taklif fikrini berdi. Cho'ng dadamning fikri bo'yicha g'ejakni qo'limga olib shu kasbda 3 yil o'qib bitirdim. Bitirgandan keyin avvatni oylik ko'mak ishladim. Ta'rim naqshchiligimga kirib ozroq ishlab yana o'qish, yuqorilab o'qish orzusi paydo bo'ldi-da menda. Bo'lgandan keyin san'at shu yerda o'qisam bo'ldi, san'at institutida deb dadamga shu gapni dedim degandan keyin bo'ladi dedi. Shuning bilan san'at institutida imtihon berdim, imtihon berib 7-5 yil o'qidim. Yine şu davamlı g'ejak kasbida o'qidim-da, yodim. O'qib bitirdim. Shu o'qish jarayonida andan keyin menda naqshga bo'lgan bir istak paydo bo'ldi. Shu Jungjuandan boshlab paydo bo'lgan, bakroq kuchaygan vaqt shu. Bir tarafdan an chaldim, bir tarafdan naqshini bakroq mashq qilib ketdim hamda g'ejakka qaraganda. Kasbimdan mening qiziqqan bo'g'ish qiziqib ketib, buningga bak qiziqib ketib, shuning bilan naqsh kasbidan tashlab qo'ymay, tang yapmandim. Shuning bilan lekin bugun shu kun kelib qoldim. Naqsh olib qoldim. Naqshchi deb atab qo'ysak bo'lmaydi. Ansam sinirg'in chalg'ularni bakya voyiga yetkazib yaxshi chalalayotgansiz. Buningdan boshqa bilishimcha sizning ilgari ijodiy naqshlaringiz mubatdi. O'zingiz ijod qilgan, o'zingiz o'rinlagan naqshlar mubatdi. Bir qancha yillar bo'ldi. Sizin bir ijodiy naqshlaringizni anlamadik mı? Şunda bir əsərlər varmı? Ya xizmət aldırıcılıq bilan vaxtınız yetməyəvatdı? Men hakikaten 1-2 yil bo'ldi hozir yangi naqshlarimni e'lon qilmay qoldim. Buningdan sababı orliqda turmushlik bo'ldim. Turmushning alakchiligida bu sabablar bilan oila naqshlari bilan davomlashtira olmay qoldim. 1-2 yil bo'ldi. Lekin ko'nglimda bor, chuqur qilaman. Chuqur yaxshi texmi, yaxshi naqshlarni vujudga keltirib xalqimizga sunaman degan orzuyim, istikim texi bor. Turmushim biroq tartibga tushib, yangi to'y qilgan bo'lg'achqa hamda. Tartibga biroq tushdi hamda planim shu. Yangi naqshlarni ijod qilib xalqimizga sunish. Ambardan sizniki naqshlaringizni olsam, asosan shu lirik muhabbat naqshlari etishingizda bir sabablar bormi? To'liq qiziq tushuncha versam, men kichigimdan tortib lirik naqshlarni anglashni, aytishni bak yaxshi ko'rardim. Endi birisi bu lirik sho'x deganda bu odamning mijoz xarakteriga boqadigan munosabatlikka bu-chu. Ba'zi sho'x bolalar asosan sho'x naqsh aytishga amroq keldiga, mijoz yig'irroq bolalar lirik naqshni ko'p aytadigan. Men bash kichigimdan tortib lirik naqshlarni ko'p anglashqa, menga singib qolibdi shu xil uslub. Shu men yaxshi ko'radigan cho'lponlarimizning mijoz xarakteri, sandagi qiyofati menga singib qolgan bo'lg'achqa,
Hozirmi shu yo'ldan qaytolmay, izchil shu lirik naqshiga bo'lgan hissiyotim bekroq kuchli shunga. Shu lirik naqshni ko'proq aytaman. Lekin hozir ma jamiyatimizningki sho'x naqshiga ehtiyojim bek kuchli ketib bordi. Şu an bu qatim yangi naqshlarni e'lon qilganda usulliq naqshlarni, sho'x naqshlarni asos qilib, lirik naqshlarni qo'shimcha qilib, shu yo'lda maqmoqchi bundan. Ilgari o'zingizning xarakterini bayqab olg'achqa, men mushtarak naqshlar mos keldi deb, shu naqshlarni sinab, shu naqshlarni aytib, lirik muhabbat naqshlarni aytishni asos qilgan bo'lsangiz, bundan keyin o'zingizda yana bir olqish paydo qilib, yangi naqshlarni aytbaqay, sho'x naqshlarni aytbaqay deb o'ylabsizda. Bo'ldi. Naytib bu yoshlarga nisbatan o'zimizning xarakterini bayqashdan boshqa o'zimizning alaylikni har vaqt bayqab, yangi narsalarni o'rganuvchi o'zimizga ortiqchiliklarni joriy qildirsak ham yaxshi deb qarayman. Madan hamda mush atrofimizda hozir nurg'ulg'an yangi klublar, kechki klublar maydonga keldi. Bu klublarda nurg'un yangi shu tor cho'lponlar yetdi. Maydonga keldi, nurg'un bolalar shu sahna orqali qildi. Endi sizmi shu klublarda xizmat qilish jarayonida nurg'un yoshlarga yangi naqshlarimizni sunib, xo'shalik ato qilyapsiz. Endi uzun mezgilli klublarda xizmat qilish jarayonida sizning his qilganlaringiz nima? Klublarda xizmat qilish yoshlarga nisbatan qanday bir ijobiy roli bor deb qaraysiz? Demişim men klublarda ishlayotgani taxminan 15 yillar atrofida bo'lib qolibdi. Mening his qilishimcha hamda hozirgi artistlarimizningki, naqsh bo'lib naqshchilarimizningki, usulchilarimizning asosli kirim manbasi shu klublar bo'lib qoldi. Buningki yaxshi tarafi shu. Iqtisodiy jihatdan naf berdi deymiz. Yana birisi bu klub bizningki dastlabki sha'nimiz hisoblanadi. Bu o'zi hamda ekranlarda bunday kurdan sha'ni bo'lmasmi? Pastda nurg'un tomoshabinlar va o'zi kichik tipdagi bir sahna deb qarasak bo'ldi buni. Sal qarashib bo'lmaydi deb qarayman. Buningki jafoliq tarafi hamda biz shu kechalar xizmat qilgan bo'lg'achqa gayda tongma etib ketdi. Gayda asosan kech qolamiz oyliga. Uxlaydigan vaqtimizmi bir qadar kecha. Asosan klubdan qaytgandagi uyqu kelmaydigan, charchash og'ir. Shu sababdan uxlayolmay tongma etib ketdi. Kunduz uxlaydigan kechasi harakat qiladigan bo'lib qolgan ishlar ko'p. Asosan naqshbonlarda bor. Asosan naqshlarda bor bor. Jafoliq tarafi shu. Ammo shu yaxshi tarafi bayaman degandek, undan sirat ko'ngillik, yana birisi bizni sha'niga ko'ndirdi. Bizning mashq maydonimiz deyishga bo'ldi buni. Ayada masalan ko'rsatishga chiqsak, tuyuqsiz chiqib qilsak, damalliq gap so'zlarni qilib bo'lmaydi, jiddiylikimizni titraymiz. Asanilda shu bizga paylan qiladigan bir o'rin desak bo'ldi. Ashada nurg'un mashqlarni, gap so'zlarni mashq qilib olamiz. Harakatdaymiz. Bizga foydali taraflarmi bor. Hisobda kasb jihatda ilg'ilishinglar yana to'g'ri. Turgan bir yaxshi sahna deb qaraysiz. To'g'ri, bundan keyin hamda nurg'un artistlar, nurg'un naqshlar yoshlanishmoqda, shu eng xo'dan keyin tug'ilganlar asosan yoshlar bo'ldi. Mushularga hamda mushundaq sahnalar lozim. Maxsus ekran orqali yoki ma'lum bir cho'ng sahnalar orqali tunlish fursatlarimiz bo'ldi. Ammo o'sib yetilish jarayonimizda mushundaq bir erkin sahnaga ehtiyojimiz bor. Amardan o'zingizga shu ko'z qarashlarni yaxshi o'tirib qo'yib o'tdingiz. Endi sizning bundan keyingi arzu armonlaringiz, planingiz ustida ozroq to'xtalib o'tamiz. Bo'ldi. Meningki bundan keyingi arzu armonim planim bo'lsa, hozirgacha mush kasbni qilib mishakkaptiman. Endi chuqum buni oxirga chiqmasam bo'lmaydi. Chuqum oxirga chiqmaydigan bir nishonim bor. Men bu nishondan chuqum yonmayman. Planim bo'lsa, mush yildan boshlab hamda bu planni amalga oshirishga tirishim. Yangi naqshlarimning oyda birini bulanmaganda 3 oyda birini yangi naqshlarimni e'lon qilib, shu xalqimizga sunib
shularni ma'naviy jihatdan xush qilish orzuyim bor. Bundan keyingi kasbiy hayotınız, turmushingiz ham ko'ngillik bo'lsin, ijodiyatlaringiz ham rivojlansin, nurg'un yangi ijodiyatlarni qilishingizga tilakdoshligimni bildiraman. Balki mehron oldida do'stlar, sizning naqshlaringizni anglab, ham shu naqsh etadiganlar mal o'xshaydi deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Ammo sizning shu keyin o'zingiz ijodiyat qilib, o'zingiz naqsh o'rinlaydigan, ham shu san'atga maxsus o'qiganligingizni nurg'un to'rdoshlar bilmaslik mumkin. Siz ilgari shu yangi nava programmasida natijaga erishganmi deyman. Shu natijalaringizni e'lami esimizda turibdi, ustozlarniki yaxshi bahosir erishgandingiz. Bundan keyingi kasbiy ishlaringizda ham ko'ngillik bo'lsin, turmushingiz ko'ngillik bo'lsin. Rahmat. Vaqt munosib bilan bo'lsa programmamiz oxirlash oldi turibdi. Shinjang Ko'ylak fan texnik cheklik shirkati ko'rgi media bilan tarqatgan Shinjang Saray yemak-ichmak mulozimatchilik shirkati tajdidorligidagi ta'lim namoz programmasiniki bugungi alohida sonimi vaqt munosib bilan oxirlash oldi turibdi. Keyingi sonimizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh.